Azizlar ko'ringlar, agatni ko'ringlar. Рабочий polya deymiz. Qaranglar, mana shunaqa holatda qatorasiga tushib ketadigan holat mana. Gratkani tayyorlaydi. Siyalkalar eshib ketadi, piyozlarni, barglarni kesib ketadigan texnologiya shu yerda ishlaydi va shu yerda yig'iladi. Bargni kesgandan keyin shu yerdan chiqarib, to'g'ridan-to'g'ri texnikalarga ortish imkoniyati bo'ladi. Avvallari 60lik, 70lik agatlarga ekilardi. U juda ham qiyin masala edi. Lekin agar to'g'ridan-to'g'ri o'sha texnikalarda tanimda to'g'ri tanlansa, hammasi bitta tizimda ishlaydi. Qaranglar, qanaqa qilib ketyapti. Imkoni bormi? Bor, haqiqatan. Shunaqa yuqori tonni olish mumkinmi? Samarador. Yuzlab odamni daladan hisob bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat bu uchun ozgina mana shunaqa texnologiyaga e'tibor berish, buni olib kelgan korxonalar bilan to'g'ri kontaktda bo'lib, maslahatlarni olib, bularga amal qilgan holda jamoa bilan birlashib, mana shu ishlarni joriy qilish kerak. Boshqa narsa shart emas kerak. O'rtoqlar, mana shu turgan agregatim dehqonni boyligi mana shu. Dunyoda birinchi o'rinda turadigan Greenman. Raiffeisen kompaniyasi bundan 130 yil oldin Germaniyada tashkil topgan. Germaniyada 230 filiali bor. Daniyada ishlaydi, Polshada ishlaydi. Mana o'tgan yil O'zbekistonda ochildi, 1,5 yil bo'ldi. Oktyabr oyida Qozog'istonda ham filial ochildi. Bir gektarda 600 mingdan 1 milliongacha piyoz bo'ladi. Bittalab qo'ldan kesib chiqadi, keyin uni bittalab setkalab chiqadi. Bilasizmi, necha million qo'l kerak unga. Ana shu millionlarni o'yin kunligi bilan qiladigan bitta narsa. Bor yo'g'i shu agregat bilan shuni juda chiroyli amalga oshirib qo'ysa bo'ladi. Biz hozir O'zbekistonda Germaniyaning 6 ta dunyoga mashhur kompaniyasini vakili bo'lib hisoblanamiz. Bizning kompaniya o'sha texnikalarni yetkazib berish bilan birga servis, ehtiyot qismlari bo'yicha ham biz mas'uliyatni bo'ynimizga olamiz. Olinayotgan agatlarni ko'ryapsizlar. Qanaqa chiroyli. Faqat xorijda ko'rardik. Endi piyoz haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Piyozchilarim bor bu yerda. Mavsumga juda kerakli bo'lgan texnikalar bor. Endi piyozni ekish texnikasini mana Iskandar aka juda yaxshi nima qiladi. Mana Agrikola bilan hozir kelishular keshyapti. Toshkent viloyatida, Jizzaxda, keyin Samarqandda aylandimda, Xorazmda ham bor bitta hududlar bor, shunda piyoz ekadigan. Eng ko'p muammosi nimaga mexanizatsiya qilmaysizlar desa, chop qo'yapti deydi. Kesib tashyapti. Yoki haligi ezib qo'yapti deydi. Juda o'shan qiynalyapti ekan. O'sha Iskandar aka bilan maslahatlashganda ham aytdi, birinchi o'sha ekishdan chiroyli boshlash kerak ekanda. Birinchidan uni dala ichiga texnika kiradigan bo'lishi kerak. Shunaqa. Men misol uchun Jizzaxga o'tgan oy borganimda shunday holatni ko'rdim. 40-50 gektar piyoz ekib qo'yibdi. Haligi nimasi 60 santimetrdan egatdi. 60-70. Qanaqasiga hisoblasangiz ham traktor kira olmaydi-da unga. Men aytaman, buni ertaga o'tashing bor. Buni yig'ishtirishing bor. Hammasi qo'lda deydi. Shunaqa. O'shaning uchun agar mana shu texnologiya bilan ekilsa, bu ertaga kirganda chiroyli palagini o'rib beradi, orqasidan keyin kavlashda ham umuman muammo bo'lmaydi. O'rtoqlar, mana shu turgan agregatim dehqonni boyligi mana shu. Dehqonni to'yi, dehqonni mashinasi, dehqonni sayohati, dehqonni sog'ligi mana shu narsa. Juda ham ko'p masalani hal qilib beradi. Men sizlarga aytaman, juda ham million pullar har bittasi, bilasizlarmi? Bir gektarda 600 mingdan 1 milliongacha piyoz bo'ladi. Bilasizmi? Bittalab qo'lda o'tkazib chiqadi. Uni bittalab qazigani mayli, bittalab qo'ldan kesib chiqadi, keyin uni bittalab setkalab chiqadi. Bilasizmi? Necha million qo'l kerak unga. Ana shu millionlarni o'yin kunligi bilan qiladigan bitta narsa. Bor yo'g'i shu agregat bilan shuni juda chiroyli amalga oshirib qo'ysa bo'ladi. Mana bugun yetib keldi. Avvallari boshqacha yo'nalishlarda bo'lgan. Faqat e'tibor qaratish kerak. Bunda yig'ib olish uchun avvalo uni avvalini to'g'irlash kerak. Ya'ni 60lik, 70lik agatga ekib qo'yib, buni kiritish qiyin bo'ladi. Demak, boya aytganimizdek, siyalkalari, pushtalarni oladigan joylari, yuradigan apriskivitlar traktorga moslab qilinadi. U hammasi reja asosida ekilmasdan avval planlashtirilib, keyin bu texnikaga moslashtiriladi. Shuning uchun buni avval boshdan texnologlar, bu ish bilan shug'ullangan odamlar bilan maslahatlashish muhim. Endi bundan keyin batvani udaldi qildik. Keyingi qismimiz bu keyin buni izidan bu kirsa, yerga sal nima qilib ko'tarib yuborsa bo'ldi bu. Tuproqqa olib o'tirmaydi. Tepaga oladi, piyozni chiroyli bo'lib olib to'kiladi. Agar traktor bo'lsa, oldida orqada naveskalik. Oldiga buni qo'ysa bo'ladi. Orqasiga bu. Bitta traktor bitta proxodda ham o'rib ham kavlab to'kib ketadi.
Bu sherigimiz bilan o'tgan yili 36 gektar piyoz ekdik. Uni yig'ishtirish vaqtiga boshlandida xarajat. 600 necha million xarajat qildik? 658 million. Buncha pul ketishini bilsam bitta kombayn olardik aka. Bu sherigimiz bilan o'tgan yili 36 gektar piyoz ekdik. Seyalkada ekdik, kapelni poliv sistemalarini qildik. Uni yig'ishtirish vaqtiga boshlandida xarajat. Hali ham bizlar ana bu britva bilan uzdik uni. Uzildi tayin. Ha. 600 necha million xarajat qildik? 658 million. 658 million 36 gektar yerga bizlar xarajat Faqat qildik. ana ish ishlatishga va ayollarga. Ha. Tushunyapsizmi? Uni ishini bu yoqqa kelinglar. 658 million sarf qildingiz-a? Kestirishga. Qaysi mana shumi? Musobaqa nech pul turadi bu? 457 million endesi bilan endesi qaytadi. 420 million atrofida aylanadi. Karl dedi-ku, Karl dedi. O'rtoqlar. Iskandar akam sheriga bilan 36 gektar joyga piyoz ekib turib, mana shu texnika qiladigan butun boshli texnikadan ko'p pulni Men aytdiki, buncha pul ketishini bilsam bitta kombayn olardik aka, devordi. Buni qaranglar, mana shu texnikani o'zi bir necha soatda qiladi. Soatga Kun bormaydi 1 gektarga. 36 gektar bor-ku, bir kunda olib tashlaydi. Bunisi qancha yig'adigani? Yig'adiganini ham aytib beringlar, bo'pti, qo'shib beringlar. 156 million. Ikkalasi qo'shilib 1 milliard atrofida deylik. Bu bir yillik xarajat chiqib ketadi. Hozir 600 qanchadir million o'zi xarajat qilib qo'ygansa, o'zi qanchadir 300 ming razitsasi bilan ikkita texnika bo'lib qolyapti. Biz hozir 36 gektar bir kichkina bir joyda qilingan ikkita tadbirkorda ishni minglab gektar piyoz. O'zbekiston minglab gektar piyoz. Bizlar ham maqsadimiz shu Iskandar aka bilan mana shunaqa dard alamni o'zimizdan o'tkazib, mana shu bultur shu boshimizdan o'tkazganimiz uchun mana hozir siz ishida turibsizlarda. Bizi texnika, texnologiyaga e'tibor bermaganimizning sababi bu aka. Sizlarga o'xshagan akalar pulni hisoblab, karakarani hisoblab, mana bu uskunalarni borligini hozir bugun real ishlatamiz buni, ishlatib ko'zimiz bilan ko'rganimizdan keyin Xudo xolasa juda katta ishonch bor. Shunday bir narsa yonsinda, aytadi bular, "Oho" deydi, bu qimmat ekan-ku deydi-yu. 5 kishi, 10 kishi bir bo'lib olsa bo'lar ekan-ku. 5 kishi, 10 kishi bir bo'lib olsa, mana shu hududda bo'ldi, hammaga yetadi. Hammaga yetadi. Chista sof foydan qoladi bu. Bitta mavsumda, agar hozirgidek piyoz o'xshab qolgan yillari, piyoz hali pul bo'lib qoladi-yu, o'sha yillari 20-30 ta odam bir bo'lib bitta olib qo'yadigan bo'lsa, bir necha yil xizmat qiladi. Mana servis xizmat qiladigan Rayfazin korxonasi bor. Shuncha jamoat turibdi shu yerda. Yana nima kerak hozir? Men bu brendga nisbatan hurmatim oshgani, o'tgan yili Rossiyaga borganimda 2011-yilda olingan JF 400 bu 200 ku, kachkani qumlaydigan agregat. 2011-yilda olingan narsa har yili 120-130 gektar yer obработка qiladi. Bitta moyini almashtirgan emas-da. Faqat bir marta pichoq almashtirgan. Ko'ryapsizmi qanaqa sifatda? 1000 marta ishonch bilan aytaman, arziydi puliga. Boya bitta gap gapirdingiz-ku. Xitoy dedik, Turkiya dedik. O'rtoqlar, buni arzon an'analari Xitoyda, Turkiyada bor. Boshqa dunyo davlatlarida ham bor. Bu yo'q narsalar emas, bular bor narsalar. Lekin bu korxonaning tarixini qaranglar, Gremmening tarixini bitta o'rganib ko'ringlar. Bir necha 10 yillik tarixga ega. Agar 180, maşallah. 180 yil bu kam emas. 180 yil bitta joyga, bir joyga suv ursa, bir toshni yeverib tashlaydi-yu. Qoyani kesib tashlaydi. Shunaqa. Mana shu ilm mashaqqa tikilgan 180 yillik asrlar, bir necha avlodlar faqat shu bilan shug'ullanyapti. Bir har bitta detallarigacha, melchashi detallarigacha o'ylab chiqilganda bu. Hozir ana shunga qarang-da. Misol bizlarda tasavvurimizda ana shu yerda lemix turish kerak, ana u. Pastda. O'sha yerda. Kesib ketadigan. Qarang, bizning aqlimizga sig'mayapti. Bu qanaqa kovlaydi deysiz-da. Bir ugalok, mana ugalok, juda ko'p odam uchun bu yangilik narsa-da. Bizlar nazarimizga anaqa pichoq turish kerak. U hech bo'lmaganda anaqa vibratsiya bo'lib, ko'tarib berish kerak. Vaholanki, mana shu juda akkuratni olib ketar ekan. Shunga hayron qoldim-da mana. Men uni ko'rmagan bu narsani. Tushuntirib ketayin. Bu piyozni sal turtib bergandan keyin mana bu yengil qo'yilganda, rezinka ichkariga aylantirib olib ketadi. Endi ziyon yetkazmaydi-da bu. Kesish haqida gap bo'lyapti. Haqiqatan hozir ham bitta kartoshka kesadigan ketdi, katta ikkita lapka bilan kirib ketyapti. Mana katta. Endi u lapkalar qancha katta bo'lsa, shunchalik kesish ehtimoli oshaveradi. Shunday. Bu yerda hozir bitta ugollik o'xshayapti.
narsa turibdi bilayotganda, to'g'ri, mana bitta uголnikka o'xshagan narsa turibdi, bu yoqda уже agregat ketyapti. Shuni ustida bir necha yillar tajriba yotibdi mana shu yerda. Bo'lgan, bu kesgan, u boshqa ko'p narsa qo'yib ko'ring, oxiri shu to'xtamga kelganda bu. Temirni ham aslida bukib qo'yilmagan bu. Ha. Tekis qo'ysa ham bo'ladi, lekin o'shanga to'g'ri bo'lish uchun oxiri mana shu temirni o'zi bo'ldi, menga qo'yib beringlar, men o'zim qazishni sizlarga o'rgatay deganda o'zini kichkina qilib qanaqaligini qilib olganda, avval katta bo'ladigan narsalar Iskandar aka hozir juda kichkina narsalar bilan amalga oshiryapti. Mana shu bilan minglab gektar piyozni bemalol o'ynab kulib qazib olsa bo'ladi. Mana bunda hali gradka bir vaziyatlar. Shunaqami? Pushtada o'rtoqlar, bu texnikalar batvasini kesib ketish uchun o'zimizni oddiy 60-70lar agatlar bo'lmaydi endi. Mana shunaqa pushtada tomchilab sug'orish tizimida qilinish kerak va bular o'shani tayyorlab beruvchi. Nechilik bu hozir bu yerda? bu 1.40. 1.40lik. Batvoda ritilga shunga tushadi. Ertaga o'rtasida nareskasi ham bor. Nareskasi olingandan keyin уже 1.40 ga tayyorlab beradi. Bu ketishda gredani trapetsiya shaklida qilib ketadi. Trapetsiyaning yuqori burchagidan bu yuqori burchagigacha 96 sm. O'sha 96 sm-ga 4ta 2 qatorlik, demak 8 strochka, 8 qator piyoz tushadi. Bizlarni qarang, birinchi xatolar qayerdan boshlanadi? Bizlar 2 yildan beri o'zimiz ishlab, hozir bilyapmiz. Bizlarda to'g'ri haydaydi, mola qiladi, yana chizil qiladi, tuproqni mayin qiladi. O'zi urug' kichkinada, qarang. Kichkina urug' sedanaga o'xshagan kichkina bo'ladi. Ha? Bu urug'ga siz bu bilan rixli, mana yumshoq baxmalday qilib turamiz. Yaratib ketasiz. Seyalkin tekis yurib urug'ni aytgan joyga tashlash uchun bu narsalar ahamiyati juda katta. Juda katta. Bizlar birinchi xatomiz aytgan nima dona bor-ku, 1 millionta deydi, 1 million 200 mingta deydi. O'sha yer notekisligi uchun juda ko'p, bittasi pastga tushadi, bittasi yuqoriga tushadi. Bunga agar tekis, qarang, tekis yerga bir tekis berdingiz, suv bir xil ichyapti, quyosh bir xil tegyapti. Albatta. Oziqa bir xil beryapsiz. Shunday. Boyagi bozorga nima chiroyli, bir xillik. Albatta, bir xillik kerak-da. Bu hammasi bir-biriga bog'liq bo'lib ketyapti-da hozir. Bu narsalarda ahamiyati hozir endi yildan yil juda bo'lib katta bo'lib ketdi. Bizlar qarang, tushunganimiz bilan baribir ko'ryapsiz-ku, sharoit deydi, boshqa deydi. Bizda bunaqa bor, 2019-yilda adashmasam olib kelganmiz. Katta traktorimiz bor. Uni bemalol ishlatadi, lekin kalya katta. Bizlar hozir endi silovoy traktor 110 lik, lekin baloni ustki endi olyapmiz. Что mana shu chiroyli qilib tayyorlab ketishga. Mana keyin bu shu yil to'g'ri kelib qoldi. Birdansiga ikkita greda olib ketadigan apparat olib keldik, aylo zangori. Agar greda olsangiz, mana bu juda mazza qilib ishlaydi-da. Qazib oladigan. Piyozni mana shunday bunday qilsangiz uzilib keladi, chunki tagi sharoit berilib ketgan boshida. Chiqish, vhod, unib chiqish darajasi juda baland. Keyin o'zi ana bu potensial o'zingiz bilasiz, piyozda endi O'zbekistonda super professional bo'lib ketdingiz. 150-160 ton potensial bor. Ukraina nabarot, u katarib ketishidan ular to'xtatishni choralarini ko'radi. Shunaqa 1 million 200 gacha bizi yerimiz boqolar ekan. Biz uni ko'rdik. Donadagini. Siz aytgandek chuqurlikka, bir xil chuqurlikka qilgan ekan, bir xil chiqib keladi u. Bir vaqtda chiqadi va bir vaqtda yetishtirish imkoniyati bo'ladi. Mana bu texnikalarga qo'llab ishlatganingizdan keyin tomtilab sug'orish bemalol, apreskivitlarimiz bemalol agatlarda yuradi. Batvasini kesib ketish bir xil o'lchamda, hali siz aytgandek yig'ish, oxiri texnologiyada shunday ortib, netganda aka biz Gollandiyaga borganimizda bir ozgina aylantirib chiqquncha shunaqa joyda. O'nlab gektar joyda bittasi qo'shiq eshitib yurib mashinada yig'ib qo'ygan, batvasini kesib, omborga joylab qo'ygan. Biz faqat aytardik, shuni qilib qo'ydi, biz qachon qilamiz deb. Sizni hozir gapingizdan xursand bo'lib ketyapman. Xudo xolasa, hozir ketishingizda, keyingi yillarda ko'rib qolamiz inshaalloh. Yaqin, juda yaqin turibsiz. Nobelga sumalakni berib, Nobelni Iskandar aka olib kelib. O'rtoqlar faqat agregat ustida gapiryaptimlar. Bu hozir o'tamiz. Hozir piyozlarni, kartoshkalar qaziladi, hammasini ko'ramiz. Bu hozir sizlarga reklamada, bu hozir texnik bo'lyapti. Hali demonstratsiya qiladigan joyga boramiz, qaziymiz, buni foydali jihatlarini aytamiz. Demak,
Siyalkasi bor. Sraz reklama qilib ketaylik. Akada siyalka bor. Agrikola dunyodagi eng yetakchi bir korxonaning siyalkasi bor. Lekin faqat siyalkani o'zi bilan ish hal bo'lmasligini og'zi bilan aytib turibdi. Realni olib kelgan, u ham arzon turmaydi, u 25-30 ming dollar turadigan siyalka. Lekin aytayaptiki, hali patifonni faqat ovoz chiqaradigan, mikrofonda ovoz chiqaradiganini olib kelgan bilan uni plastinkasi bo'lar ekan, apparatini bo'lar, ularni ham olib kelish kerak ekan, o'zidan muzika chiqmas ekan deyapti. To'g'ri tushuninglar buni. Demak, tandemda hammasi zanjirda professional ishlash kerak. Ana o'shanda keyin natijaga erishamiz. Tomchilab sug'orish, mana bu agatlarni yasab beradigan, to'g'ri ekadigan siyalka, ana undan keyin apreskivitlarimiz amalda zo'r ishlash kerak. Yerdan kislorod qochmasdan обработкаларni to'g'ri qilish kerak, to'g'ri gerbisidlar ishlash, to'g'ri agrotexnika va batvasini kesib, qazib, chiqarib omborga, bunday aytganda o'shanda biz hali dalada o'sha 36 gektarga 600 million hisoblagan bo'lsak, yig'ishga undan oldingi xarajatlar ham ko'pgina. O'shani keskin bilmadim, bir 70% nima chopsa bo'ladi-da. Bilmadim. Ya'ni hisoblab qilamiz hali. Aniq chopsa bo'ladi bu 1 yilda. Endi minglab gektar O'zbekistonda dehqon bor. Endi bir 10 yilga, 100 yilga ko'paytirsak biz necha yil, mayli 100 yil demaylik, yaqin 30 yilda olaylik. 30 yildan beri qancha milliardlab pul juda ko'p uchib ketdi. Bunaqa texnikani oltindan qilib olsa bo'lardi-yu. Juda ko'p. Akalar esdan chiqarmanglar. Mana shuni yetkazishimiz kerak sizlarga. Ichimiz yongani shu. Mana realni tadbirkorlar, realni fakt biz ham hali hisoblab beramiz va bu yerda hozir ko'rsatamiz. Xudo xolasa, demak biz hozir dalalarga boramiz, ularni qazish jarayonini to'g'ridan-to'g'ri beramiz. Akamiz eslab qoldilar, eng sara ma'lumotlarni endi hozir 5 minut issiqligicha olyapti. Juda ko'p tajribasi bor. Hali maslahatlarni taqdim qilamiz. O'rtoqlar, piyozlarni qaranglar, ovozini. Tomchilab sug'orish shilanglarini ko'ryapsizlar. Tomchilab sug'orish tizimiga ekilgan. Mana bu tarafni ko'ryapsizlar qanaqa. Turboplast vakili shu yerda. Assalom. Necha yildan beri ishlab chiqaradi? 7 yildan beri ishlab chiqarish. 7 yildan beri. Necha foiz lokalizatsiyalashgan? 90% mahsul o'zimiz lokalizatsiya. 90% O'zbekistonda lokalizatsiyalashgan shu mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi vakili mana shu yerda turibdi. Juda ham ko'p xorijdan kelyapti. Arzon deymiz, boshqa deymiz, sifatli bordik. Eng birinchi seriyadan ishlab chiqaramiz, ha? Birlamchi xomashyo. Birlamchi xomashyodan ishlab chiqariladigan vakillar shu yerda turibdi. Yaqinda zavodga tashrif buyurdik, ko'rdik, ishlab chiqarish joylarini. Kimga mana shunaqa shiranglar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana O'zbekistonda 90% lokalizatsiyalashgan tashkilotning vakili bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Akalar piyozlardan yuqori daromadlarni olib, zo'r texnikalarni olib kelib, xorijlarga sayohat qilganlarda bir shu akalarimiz ham duo qilsin inshaalloh. Mana Iskandar akaning dalasida ko'ryapmiz. Pushtani usti 120. Balonni bu o'rtasi bilan bu o'rtasini o'lchasangiz 150 chiqadi, 1,5. Bu yerga traktor bilan kirsa bo'ladi. Yana mana Belarus 80 traktori, shu orasi 150. Bunga bemalol kirib ertaga siz o'g'it sochasizmi, boshqa qilasizmi, liboy agrotexnik tadbirni qilsangiz bo'ladi. В том числе yig'ishtirish uchun ham. Yig'ishtirganda eng katta muammo mana Toshkent viloyatida, Jizzaxda ko'p ali piyoz ekadiganlar aytadi, chop qo'yyapti nimani deydi. Ustini kesib qo'yadi. Ha, o'sha mana palagini o'rayotgan paytda chop qo'yadi piyozni deydi. Buni endi sababi haqiqatan ham borib ekkan joyini ko'rsangiz, bunday o'nqir-cho'nqir relyef to'g'ri emas. Buni hozir Iskandar aka bu dalaga oddiy ekilgan, shundaymi? Bilishimcha. Ya egat olinganmi? Ha, bega egat pushta olinmagan. O'sha mana shu qarang, mana shu chala joylar o'sha egat olinmagani sababi birinchi asosiy sababi shu. Chunki agar bega gradообразователь bilan boyagiday silliq qilib olinganda boshida seyalka bir tekis yuradi, bir tekis tashlaydi urug'ni. Bir xil chuqurlikka tushadi. Bir xil oziqa, nur, suv hammasi bir xil bo'lgandan keyin piyozingiz mana qator bo'lib chiqadi hammasi. Bu qilinayotganda bo'lmagan-a ular? Ha, bu qilinayotgan bu ishlar bo'lmagan. Bitta dalamiz bor. Mana yo'ldoshni o'zi ko'rgan. Mayda kelganda ko'rdi. O'shaning uchun u kapalkani ko'taradigan texnika узкий balon hozir bizda yo'q. Majbur bizlar John Deere'ga toqiyapmiz. Hozir palag uradigan yuradi. Bizlar John Deere'da balonning tayini hozir mana ikki qatorini olib tashlaymizda. Kovlash protsesini, jarayonni ko'rsatamiz. Mana bu kesilganlari o'sha nastroykasini biz topgancha shunaqa jarayon bu. Buni yana bitta sababi gradообразовательda kerakligi mana shu piyozda bir tekis agregatlar to'g'ri yurishi uchun, bir tekis yurib, bir tekis palagini olib ketish uchun juda kerakli element
O'rmon aka. Keyingi yildan demak Ha, bizlar birlik, что juda katta yo'qotish mana shu yerda bo'lyapti. O'shaning uchun bu gradообразованиеni ahamiyati katta narsa. Xudo xolasa mana bizlar amalda qilamiz, amalda ko'ramiz, video obzorni qilib ketaversak, Xudo xolasa yana texnikalar shunaqa olinaveradi. Kirib ketirilaveradi-da shu narsaga. 26-yilda keling bunday qilaylik. 26-yilda mana kamchilikni aytib turibsiz-ku hozir. Boshdan to'g'ri qilinmagan. 26-yilda o'sha to'g'ri qilaylik-da boyagi. Ha, rahmat. Ha, rahmat. Agatlarni oladigan bilan Shunda. So'zda emas, amalda isbotlab Amalda isbotlab beramiz. To'g'ri. Shunaqa qilamiz, o'rtoqlar. Yana bitta narsaga e'tibor qaratishni xohlaymiz. Piyozimiz hali ozgina xomligi bor. Bor. Ko'rib turibsizlar, hali bunga bilmadim, bir hafta, 2 haftami? Ya, bor, 15 kunligi bor. 15 kunligi bor. O'shaning uchun ozgina joy, chunki piyoz endi uvol bo'lmasin, ko'p, endi baribir rizq nasiba. Hali batvarezni qanday kesishini ko'rasizlar. Batvarezda mana ustida yozuvlari bor, VT 170 degan. 170 degani eni 170. Pichoqni bu chekkasi bilan narigi chekkasi. Nima uchun 170? Misol uchun tasavvur qiling, mana traktorning oldiga batvarez qo'yib, orqasiga kapatil ketayotgan paytda mana traktor yuradigan balon iziga o't o'sgan bo'lishi mumkin. U o'sha joylarni ham tozalab berib ketadi. Orqadagi kapatili eni 140. O'sha texnik momentlarga e'tibor beramiz. Bu yana ko'm-ko'k bo'lgandan keyin boshqacha nimasi? Albatta. Ertaga sal so'lib mana nimasi yiqilib tushgandan keyin buni kesilishi ham umuman boshqacha bo'ladi. Chunki shamol bilan ko'tarilishi oson bo'ladi, boshqa bo'ladi. Uni o'zlaring mendan yaxshi bilasizlar. Hozir yana bir ozroq yuradi, ozgina regulyatorga qilib yuboradi. Yer ham bir-biriga sal farq qilyapti-da, agat olinmagani uchun. Keyin yana bitta momenti bor. Hozir bizdagisi mana mexanический, mana 4 ta g'ildiragi nima bilan ko'tarilib tushiriladi. Shunaqa opsiyalari bor, gidravlический. Sensor bo'ladi, misol uchun yer biz joylar chuqur ketadigan bo'lsa, avtomat o'zi ko'taradigan. Ya'ni bir xil urovenda nima qiladigan? Zominliklar. Unaqa opsiyasi bilan oldirsak ham bo'ladi. Kosonsoliklar, quvasoliklar, nisha yerlarda dehqonchilik qilishadi. Shunday. Bo'lmasa bitta ko'ramiz, a? Greenmay korxonasini VT 170 uskunasi millionlarni boya aytdik, iqtisod qiladigan uskuna. Mana hozir sinov dalalarida sinovdan o'tkazilyapti. Ma'lum bir nüanslar bor. Hali buni to'g'rilashyapti sozlamalarni. Ana shu yerda hozir bir necha 10 metr yurganda juda ham ko'plab jarayon bo'ladigan ayollarni ishini qilib ketdi. Buni qaranglar. Agar mana shu yerda to'g'ri ekilganida to'la piyoz bo'lardi. Xorijda bu shunaqa, keyingi yilda shunaqa bo'ladi inshaalloh. Hozir ko'ryapmiz. Mana shu uskuna yordamida bemalol yuzlab gektarlarda juda ham arzonga bargini kesishi va orqasidagi agregat orqali qazib ketishi mumkin. O'rtoqlar, va nihoyat o'sha uzoq kutilgan daqiqalarga yetib keldik. Buni qaranglar. Bu yerda hozir qancha ishchilarning kuchi bor. Shundoq yurib maza qilib piyozlarni qaranglar. To'g'ri, hali yetilishga ozgina bor, lekin pishgan piyozlarni mavsumda yig'adigan maza qilib ketishadi. Avvallari bu juda ham bir noyob narsa bo'lardi. Ana endi nasib etsa bu yildan boshlandi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Raiffeisen korxonasi bu uskunalarni O'zbekistonga olib kelish bilan shug'ullanadi. Kontaktlarni qoldiramiz, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Azar ko'rdik va nihoyat o'sha joylarga yetib keldik. Boya biz joyda turgan joyda gapirdik. Mana uskuna, mana qazigan joylarni ko'rdik. To'g'ri, hali jarayonda to'g'rilanyapti, ligirovka qilishyapti va ma'lum vaqtdan keyin, ma'lum bir etaplardan o'tgandan keyin to'laqonli ishlaydi bu. Xom piyozni uzyapmiz ko'rsatib berish uchun. Nasib etsa, juda ham bir manfaatli tadbir bo'ldi bu. Men Gollandiyalarda ko'rib ko'zimga yosh kelganda, mana hozir O'zbekistonga kelganini ko'rib ko'zimga yosh kelyapti. Greenmay korxonasiniki bunaqa korxonani uskunalari har doim xorijda Germaniyaning agrotexnika ko'rgazmasida namoyish etiladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta ishtirok etinglar. Avvallari bularni borib ko'rish imkoniyati yo'q edi, viza dedik, boshqa dedik. Hozir imkoniyati bor. Agrotexnika har yili noyabr oyida bo'lib o'tadi. Germaniyaning Gannover shahrida bunaqa texnikalarni eng zo'rlari, Nobel olganlari, dahshatlari ishtirok etadi. Uni ustiga mutaxassislar buni qanaqa ishlaydi, qanaqa yutuqlari bor, bular hammasini sizlarga namoyon qilish mumkin. Agar sizlarga shu ma'lumot qiziq bo'ladigan bo'lsa, xorijga boradiganlar bo'lsa, ssilkalarni qoldiramiz. Kimga uchrash kerak, viza bo'yicha qanaqa guruhga tashkil qilinadi, ishchi guruhi va bu uskunalarni nafaqat ko'rish, dunyoga dong'i ketgan o'sha oltin medalni, Oscarni oladigan texnologiyalar bilan tanishib, ularni O'zbekistonga joriy qilish, olib kelish bo'yicha juda ham qiymatli amallar bo'ladi. Inshaalloh kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa yozinglar, kontaktlarni qo'yamiz. Birgalikda eng zamonaviy texnikalarni ko'rgani Germaniyaga sayohat qilamiz.